Assalomu alaykum. Oktyabr, noyabr oyiga siz qaysi tur firmadan kelsam bo'larkan? Kommentariyaga o'qib chiqsam, siz aniq tur firmalarga ega bo'lgan tur firmani reklama qilasiz har doim. Menga imkon bo'lsa to'liqroq ma'lumot olib bering dedingiz. Biz hozirgi paytda Umra jamiyatiga yetib kelganmiz. Qorakamollarga assalomu alaykum Qoraka. Va alaykum assalom. Qoraka, bugungi videomizni iltimos qilib qolardim. Yurtdoshlarimiz ham shu narsani iltimos qilib qolishyapti. Borini aytaylik. Madina Munavvarada, Makka Mukarramada qanday sharoitlarimiz va masofalari qanaqa, necha mahal o'qadi? Qoraka, o'zi hozirgi paytda nechta viloyatdan reyslarimiz bor? Hozirgi paytda bizning reyslarimiz Toshkent, Andijon, Namangan hamda Farg'onadan to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz bor. Ya'ni Jidda yoki Madinaga tushadi. Madina Munavvaraga yo Jiddaga? Albatta. Qoraka, bu adashmasam o'tgan yili Farg'onadan reyslar adashmasam Madina Munavvaraga uchmagan, endi uchyapti. Albatta, bu yildan uchyapti reyslarimiz Madina Munavvaraga. Inshaalloh. Do'stlar, bitta amin degan kommentariy yozib qo'ying, like bosib qo'ying. Mana shu video ko'proq insonga tarqalishi uchun sizga yanada aniqroq ma'lumot olib beraman. Hozir Qoraka, aniq ma'lumot. Narxini bitta aytib o'tib ketaylik, yurtdoshlarni kuttirmagan holatda keyin sharoitlarimiz. Videoda qizib bormay, narxini eshitib bo'ldim, endi telefonga so'ray olaman. Yo'q, siz videoda oxirigacha ko'ring. Chunki sizga kerakli mavzular bo'ladi hozir. Madina Munavvarada qanaqa xatolar bo'lyapti? Makka Mukarramada qanaqa xatolar qilishyapti? Hammasini to'liq yoritib berishga harakat qilaman. Qoraka, bitta narxini aytib bersangiz. Narximiz hozirda mana $1050 qilib belgilandi narxlarimiz hozirgi paytda. Qoraka, butun aytayotgan kunlarda Toshkent, Namangan, Andijon, Farg'onadagi narxlar bir xil. Yo'q, bo'lmasa o'zgarib turadi narxlari. Yo'q, narxlarimiz hozir bir xilda turibdi. Toshkent, Farg'ona, Andijon, Namanganda narxlarimiz $1050 turibdi. Lekin yana bir tomoni borki, bizda masalan deylik bitta oiladan 4-5 odam ketyapti yoki bir yoshlari katta hojilar bo'lsa, ozgina firma tomonidan bir yana yengilliklar, imkoniyatlar bo'ladi. Xo'p, Qoraka, bizni Tojikistondan, Rossiyadan, Qirg'izistondan ko'rishar, ota-onam umra safariga jo'nataman deyishadi. Ular qanday qilib sizlarga joylarni bron qildirsa bo'ladi? Xo'p, ular bizga quyidagi raqamlarimizda o'sha WhatsApplarimiz bor, hamma yoq bor. Aloqaga chiqishsa bizga yoki pasportlari berilsa, o'zlari o'sha call center yigitlarimiz hammasini tushuntirib berishadi. Internetdan, Telegramdan, nomerlarda, WhatsApp, Telegramlar ishlab turibdi. Hammasi ishlayapti. Mashalloh. Do'stlar, mashinani videoda qizib bormay rosa qiziqarli joyga yetib keldi. Qoraka, menga Madina Munavvaradagi va bu yerdan uchiladigan tartib qoidalar hammasini to'liq qilib tushuntirib bersa, iltimos qilib qolaman, faqat borini aytaylik. Yolg'on, yashirsiz aytaylik, chunki yurtdoshlarimiz bizni videoda ko'rgandan keyin juda ham ko'p insonlar amin degan kommentariy yozishyapti. Har xil kommentariyalar ko'rayotgandirsiz o'yingizdan. Boshqa videolarda biz xor bo'ldik, o'tgan yili 3000 ta odam qolib ketib qoldi. Chunki bu yolg'on reklamalar. Xudo alhamdulillah biz unaqa yolg'on reklamalar chiqarmaganmiz. O'shuning uchun bizga yurtdoshlarimiz har doim ishonib kelgan. O'shuning uchun Qoraka, borini aytib bering. Madina Munavvaradagi Makka Mukarrama gastitsani masofasi necha mahal milliy taomlarimiz bo'ladi, necha mahal turistik taomlarimiz bo'ladi. U yerdagi sayohatlarimizni ham to'liq qilib gapirib bersangiz. Hammasini aytamiz. Bo'lmasam o'zi aeroportdan o'zi boshlasak, aeroportda ziyoratchilarimiz ketishayotganda bizda har bir reysimiz uchun davlat tomonidan ajratilgan maxsus ellikboshlarimiz bor. Davlat tomonidan? Albatta, davlat tomonidan ajratilgan maxsus ellikboshlarni birgalikda nima safarga otlanishadi va yana Madina Munavvaradan ibodatni boshlashadi. Birgalikda ellikboshimiz Madina Munavvaraga olib boradilar. U yerda shinam pokiza mehmonxonaga joylashishadi. Mehmonxonamiz o'sha Masjidul Haramgacha bo'lgan masofasi 350-400 metr atrofida bo'ladi. Qoraka, mana shu gapingiz bitta bo'laman. Bizda Qizil dengiz ham bormi sizlarda? Albatta, bizda Qizil dengiz ham bor. Qizil dengiz paketning ichida. Paketimiz ichida albatta Qizil dengiz sayohatimiz bor. Do'stlar, men o'tgan yil o'zim umra safariga borganimda menga o'zi aytishdi, "Yo'q, Abdulvohid, o'zingiz plyusga borasiz" deyishgan. "Yo'q, menga bunaqa va'da bo'ladi-yu, menga bunaqa narsa aytishdi" desam, "Yo'q, plyusga." Mashalloh, umra jamiyati uchun bitta like bosib qo'ying, bitta kommentariyaga aminmi, nima bo'lsa ham yozib qo'ying, chunki bu video ko'proq odamga tarqalsa, bunaqa katta bonuslar faqat umra jamiyatida bo'ladi. Qoraka, davom etaylik Makka Mukarramadan. Makka Mukarramada esa shinam pokiza mehmonxonalarimiz, u yerda 50 boshimiz birgalikda umra amallarini ado qildiradilar. Mehmonxonamizda 3 mahal issiq o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Ya'ni oshpazlarimiz bu yerdan jo'natilgan, ya'ni o'zbekistonlik oshpazlarimiz ovqat qilib berishadi.
Xo'p, va endi u yerdagi ziyoratlarga keladigan bo'lsak, o'sha Makka ziyoratlariga chiqamiz, o'sha Arofat tog'iga, Nur tog'i, Hiro g'orlariga ham chiqib, o'sha hozir aytib o'tganimizdek qangi Makkada paketimiz ichida Qizildengiz sayohatimiz ham bor. U yerga ham sayohat qilib kelinadi. Va yana bitta narsamiz borki, o'sha bizni ziyoratchilarimiz birgalikda o'sha Rojihin masjidi bor. Ana o'sha yerda, Rojihin masjidida ozgina bir yana ziyoratchilarimiz uchun nima bir ziyofat osh tashkil qilingan. U yerda ham ozgina bir ma'ruzalar, bir madaniy xotirani olib kelsangiz bo'ladi bemalol. Bu hozir adashmasam qora aka, paketlaring ekonom paket-a? Siz aytayotgan paket komfortga tortib ketadi, lekin sizlar ekonom sotayotgan paketlar. Chunki men kelishidan oldin bitta telefonda gaplashayotganimda call center bolalaringizni eshitib qoldim. Ekonom bizni paketi, lekin men eshityapman, o'zimga o'zim hisob qilyapman. U ekonom bas bu, standart plus paketmikan? Qanaqa paket ekan bu deyapman. Sizlar bari shuni ekonom sotyapsizlar. Mana shunday. Mashalloh do'stlar. Men bunaqa tur paket ko'rmaganman. Do'stlar, xudo xolasa pastdagi nomerlarga telefon qilib joylarini tezroq band qilib qoling. Nimaga? O'zi bu yog'iga sezon boshlandi. Saudiya Arabistonida men kecha ijtimoiy tarmoqda ko'rganda 25-30 gradus havo sovib qolibdi. Aka, mana shu oyda qarang. Hozir 10 kunmi, 15 kun qoldi oy tugashiga. Joylar qolmadimi yo qoldimi? Bu oyda joylarimiz deyarli chegaralanib qoldi. Asosiy joylarimiz o'sha noyabr oylariga o'tyapti va endi noyabr oyida ham bizda hozir mana oktyabr oyida turgan bo'lsak, noyabr oyiga ham joylarni bron qilish boshlashgan hozir bizda. Ko'ryapsizmi? O'shuning uchun shoshiling, pastdagi nomerlar bekorga qo'yib qo'ymayapman. Bekorga qaragan mana chaqirib reklama berdirmayapti. Yurtdoshlarimiz shoshilib qolishsin. Men aytayapman-ku, men o'zi ekonom paketi sotishga shu paketda. Boshqa birovlar bu paketda komfort plus hozirda borasizmi, u qilasizmi, bu qilasizmi maqtab. Nima keragi bor? Bunaqa yolg'on reklamalarda ko'rib ketgandan undan ko'ra haqiqiy tiniq bo'lgan, va'dasiga vafo qiladigan insonlar turib firmasidan keyin umra jamiyat sizlarga reyslarni to'ldirlashyapti-yu. Farg'onadan deysizmi, Namangandan, Andijondan, Toshkentdan, Samarqanddan ham bormi qora aka? Samarqanddan ham bor, Termizdan ham reyslarimiz bor. Termizdan ham bor qora aka. Shoshiling do'stim, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib. Qora aka, men sizga gapingizni bo'lib qo'ydim deb o'ylayman. Keling, mana shu videoda shoshilinch qo'yib yuboraylik. Tezroq ko'rib odamlar telefon qilsin, joydan bron qilib qolsin. Men o'zimga sig'dira olmayapman bu narsalarni. Do'stlar, shoshilib qoling, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Sizlar bilan har doim video chiqaradi. Yangiliklarni ko'rib turing shu kanalda. Obuna bo'lsangiz, har doim shu kanalda ko'rasiz. Yangi qiziqarli ma'lumotlar. Gap topolmayapman. Shoshiling, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Qora aka, sizni ham kuttirmayman. Sizni ham boshqa ishlaringiz bor. Bilaman, sizni ham boshqa ishchilar, xodimlaringiz bor, ularga qarashingiz kerak. Keling, mana shu videoda shu yerda to'xtataylik. Qolgan ma'lumotni call center bolalaringizdan to'liq javob aytsa, oxirgi gapingizni bittasi video chiqardim. Do'stlar, sizlarni umra jamiyatda oilangiz bilan birga ko'rish biz uchun baxtdir azizlar.